do'stlar, mana bugun biz sizlar bilan 35-darsimizga ham yetib keldik. Bu darsimizda modulli tenglamalar bilan misol ishlaymiz. Demak, bu 35-darsimizning birinchi qismi hisoblanadi. Agar kanalimizga yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya va qo'ng'iroqcha va like tugmalarini bosishingizni sizdan so'rab qolamiz. Demak, darsni boshladik. Birinchi misolimiz ushbu tenglamani qanoatlantiruvchi b ning barcha qiymatlarini toping deyilyapti do'stlar bu yerda. Buning uchun mana bu moduldagi b ni topib olishimiz kerak bo'ladi. Tenglik bu yoqqa o'tib 2.5 ni 0.5 ga bo'lsak, 5 ga bo'lsak mana buni demak yozamiz. 2.5 mana bu narsa bo'luv narsa. Bu yoqqa o'tgandan keyin nima bo'ladi? Ko'paytiruv bo'lib o'tadi. Minuslar ko'payib yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun yozib o'tiribman 0.5. Demak yozaman b tenglik mana bu 5 taqsim 2. Bu esa 1 taqsim 2. Ko'paytirsam 5 taqsim 4. Demak 5 taqsim 4. Mana bu b'miz modulda bo'lganligi uchun, moduldan qutulish uchun moduldan yo plyus son chiqadi, yo minus son chiqadi. Shuning uchun javob tariqasida b ni olamiz. Minus plyus yoki minus 5 taqsim 4 degan javob bo'ladi do'stlar bu yer. Ya'ni plyus yoki minus. Demak, bunday degan javob mana C javobda keltirilgan do'stlar. Ikkinchi misolimizda ham xuddi shunday. Moduldagi a ni topib olamiz. Xo'p, a ni topsak modulda a bu yoqqa o'tadi. Modulda bu tomonga o'tib 0.5 ni bu yoqqa o'tib bo'luv qilib o'tkazib yuboramiz. Ya'ni teng bo'lar ekan bu yerda minus 4.8 taqsim 0.5 minusdan. Minus 0.5. Mana 4.8 ni butunidan qutulish uchun mana buni ham yozamiz. 48 taqsim 5 deb yozib olsak bo'ladi buni. 48 taqsim 5 demak. Xo'p, 48 ni 5 ga bo'lsak 9.6 degan son chiqadi. 9.6. Endi a ning moduldan qutulishimiz uchun plyus yoki minus degan javob bo'ladi. Ya'ni a teng plyus va minus degan javob bo'ladi. 9.6. Mana shu javob bo'ladi do'stlar bu yerda. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Uchinchi misolimiz ushbu tenglamani qanoatlantiruvchi m ning barcha qiymatlarini toping. Demak, m ni topib olamiz, yana moduldagi m ni. Minus 0.6 ni bu yoqqa bo'lib o'tadi. Shunda butunlarni tashlab yuborsam 54 taqsim 6 hosil bo'ladi. Demak, 54 ni 6 ga bo'lsam 9. Moduldan qutulishimiz uchun esa m teng plus minus 9 degan javob bo'ladi do'stlar. Va plus minus degan javob mana b javobda keltirilgan. To'rtinchi misolimiz. Tengsizlikning nechta ildizi bor deyilyapti bu yerda. Hop, o'zi aslida bu yerda tengsizlik böyle xato ketgan. Bu tenglamaning nechta ildizi bor desa to'g'ri bo'lardi. Mana bu xato so'z. Mana shu tenglamaning nechta ildizi bor deyish kerak o'zi aslida. Xato ketib qolgan bu yerda yozuvda. Xo'p, buni ildizlarni topishimiz uchun mana shuni kvadratga oshirib yuboramiz. Bu yog'ini ham, ya'ni moduldan qutulish maqsadi. Kvadratga oshirsak, mana buni x kvadrat plus 2x plus 1 teng mana buni oshirsak 4x kvadrat hop minus 4x plus 1 mana shu hosil bo'ldi. Demak, x kvadratni bu yoqqa olib o'tsam 3x kvadrat mana bu 2 bu yoqqa o'tsa minus bo'lib o'tsa minus 6x. Mana bu birlar ayrilib nima bo'lib ketdi? 0 ga aylanib ketdi do'stlar. Bu yerda 3x ni qarshi tashqariga chiqarib yuborsam, qarshisida qolyapti x minus 2 teng 0. Mana bu 0 ga tenglasam x teng 0
x teng 2 degan javob bo'ldi do'stlar bu yerda. Endi shartda keltirilgan nechta ildizi bor deyilyapti. 2 ta ildizi bor ekan do'stlar bu yerda. Mana ko'rib turibsizlar, 2 ta degan javob mana C javobda keltirilgan. 5-misolimiz. Tenglamaning nechta ildizi bor? Yana xuddi bu yerda ham modullardan qutulish uchun kvadratga oshiramiz ikkala tomonni ham birdaniga. Shunda hosil bo'ladi x kvadrat teng, mana buni kvadratga oshirsam 4x kvadrat minus 5 kere 10 formuladagi 2 bilan 20x hosil bo'ldi bu yerda. Plus 25. Demak, mana bu x kvadrat bu yoqqa o'tsa 3x kvadrat minus 20x plus 25 teng 0 do'stlar bu yerda. Demak, bu narsani diskriminantga qo'ysak, 20 ning kvadrati 400 minus formuladagi minus 4 ni plus 25 ga ko'paytirsam minus 100, 3 ni ko'paytirsam minus 300 demak do'stlar. Ayirsam 100 ildizdan chiqarsam plus minus 10 chiqadi bu yerdan. Shunda x1 teng bo'ladi. Bittasi 5 ga, ikkinchisi esa 5 taqsim 3 ga teng bo'ladi do'stlar. 5 taqsim 3. Demak, mana shu ikkita ildiz chiqdi endi bu yerda. Shartga ko'ra nima deyilgan? Tenglamaning nechta ildizi bor deyilgan. Demak, ikkita ildizi bor ekan. Ya'ni bu esa mana B javob. 6-misolimiz. Tenglama yagona musbat yechimga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlarini toping deyilyapti bu yerda do'stlar. Demak, bu yerdan x ni topib olamiz. X teng modulda a taqsim minus a do'stlar. Endi mana shu narsa nima bo'lsin ekan? Musbat bo'lsin ekan, musbat. Bu doim musbat bo'lishi uchun mana tengsizlik bu yoqqa qarab qolmasligi uchun nima bo'lishi kerak? Mana bu minusdan qutulishimiz kerak. Demak, a nima bo'lishi kerak buning uchun? Mana bundan a 0 dan kichik chiqishi kerak. Ana shundagina bundan minus chiqadi, ikkita minus musbatga aylanib, tengsizlik o'z holatida qoladi. Ana shundagina mana bu yerda aytilgan musbat degan shart bajariladi. Demak, mana shu javob bo'lar ekan do'stlar bu yerda. Bu esa mana Y javobda keltirilgan. 7-misolimiz. M ning qanday qiymatlarida mana shu tenglik o'rinli bo'ladi deyilyapti do'stlar. Mana bu narsa o'ziga teng bo'lsa, demak bu nima ekan? 0 dan katta yoki teng 0 degan formulasi bor. F at x bo'lsa misol uchun, modulda bo'lsa bu, agar o'zi chiqsa f at x bo'lib shart qo'yilardi bu yerda. F at x nima degan? Katta yoki teng 0 degan shart qo'yilardi do'stlar. Demak, o'zi chiqqanligi uchun biz ham shart qo'yamiz mana bunga. M plus 1 katta yoki teng 0 degan shart qo'ydik mana. M katta yoki teng minus 1 degan javob bo'ladi do'stlar. Va bunday degan javob mana ko'rib turibsizlar, Y javobda keltirilgan. 8-misolimiz. Ushbu tenglamaning barcha natural yechimlari yig'intisini toping deyilyapti do'stlar bu yerda. Bu yerda nima bo'lyapti? Qarama-qarshilik ishora chiqyapti. Ya'ni nima bo'lyapti? Minus qarshida x kvadrat minus 8x plus 7. Demak, mana bunga nima bo'lyapti ekan? Qarama-qarshi chiqyapti ekan. Demak, f at x nima bo'lyapti? Kichik yoki teng 0 degan shart qo'yilar ekan bu yerda. Ya'ni x kvadrat plus minus 8x plus 7 nima bo'libdi? Kichik yoki teng 0 degan shart qo'yib ishlar ekanmiz endi mana shu narsani. Demak, diskriminantga qo'yamiz. Ildiz ostida 8 ning kvadrati 64 minus 28. Demak, 64 dan 28 ketsa 36 ga teng. Undan ildizdan plus minus 6 chiqadi. Demak, x1 8 plus 6 taqsim 2. Qo'shsam 14, 2 ga bo'lsam 7. x2 ularning ayirmasi 1 chiqadi. Demak, 7 yu 1 degan javob ekan. Oraliqqa qo'ysak, mana bu yerda 7 bor.
Bu yerda esa 1 bor. 8 bersam bu yerda 8 ning kvadrati 64 minus 64. Demak, musbat 7 qolyapti. Demak, plus ekan bu yer. 6 bersam 36 minus 48. Demak, u yer nima ekan? Manfiy ekan. Bu yerda 0 bersam musbat ekan. Demak, nima deyiladi shartga ko'ra? Kichik yoki teng 0. Ya'ni mana bu oraliq yechim ekan. 1 u 7 oraliq biz uchun yechim ekan bu yerda do'stlar. Endi shartga ko'ra tenglamaning barcha natural yechimlari yig'indisini toping deyilgan. Demak, mana shuni qo'sharkanmiz barcha natural yechimlarni. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Demak, bularni barchasini bir-biriga qo'shsak, buni qo'shsak 6, buni bir-biriga qo'shsak 6, buni qo'shsak 10, 15, 21, 28 ekan. Demak, 28 degan javob bo'lar ekan bu yerda do'stlar. Va bunday degan javob mana D javobda keltirilgan. 9-misolimiz A ning qanday qiymatlarida tenglik o'rinli bo'ladi deyilyapti. Ko'rib turibsizlar, A plus 2. Demak, bunga qarama-qarshi son chiqibdi. Ya'ni minusni qasd tashqari chiqarib bo'lsak, A plus 2. Bunga qarama-qarshi son chiqibdimi? Demak, bu narsa nima degan? f(x) 0 dan kichik ekan. Ya'ni mana bu narsani 0 dan kichik deb ishlashimiz kerak. Ya'ni m A plus 2 kichik yoki teng 0. A ni topsak, A kichik yoki teng minus 2 dan degan javob bo'ladi do'stlar bu yerda. Demak, bunday degan javob qaysi javobda keltirilgan ekan? Mana D javobda keltirilgan ekan. Hop, 10-misolimiz. Tenglamaning barcha natural yechimlari yig'indisini toping. Bunda ham nima bo'lyapti? Qarama-qarshi chiqyapti. Chunki mahraj nima? Mana minus bu yoqqa o'tib qolgan. Bundan minusni qasd tashqari chiqarsak, minus x ning 5-si taqsim x ning 4-si minus 16. Ko'rib turibsizlar? Minus. Demak, mana bu narsa f(x) 0 dan kichik ekan. Ya'ni mana bu narsa kichik yoki teng 0 deb ishlashimiz kerak ekan. X ning 5-si taqsim x ning 4-si minus 16 kichik yoki teng 0. Suratni 0 ga tenglasam x teng 0, mahrajni 0 ga teng emas qilsam x teng emas plus minus 2 do'stlar. Oraliqqa qo'ysam endi 2 0 minus 2. 2 dan kattaroq son 3 bersam surat musbat, mahraj ham musbat albatta. 1 bersam mahraj manfiy, shuning uchun manfiy. Minus 1 bersam surat manfiy, mahraj ham manfiy. Manfiyga manfiy musbat. Minus 3 bersam surat manfiy, mahraj musbat. Demak, manfiy ekan. Shartda nima deyilgan? Kichik yoki teng 0, ya'ni minus oraliqlar yechim ekan. Minus cheksizlikdan minus 2 gacha. Hop, va 0 dan mana bu 2 kirmaydi, chunki bu mahrajda teng emas 0 deyilgan. Mana oddiy qasddan qilinadi, 0 esa kiradi. 0 dan 2 gacha degan javob bo'ladi do'stlar. Demak, shartda nima deyilgan? Tenglamaning barcha natural yechimlari yig'indisini toping deyilyapti do'stlar bu yerda. Endi bu yerda natural yechimlari nechi bor? 1 bor. Boshqa yo'q, hech qanaqa natural yo'q. Demak, 1 ekan javob. Bu esa mana B javobda. Shu bilan bu galgi darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.